Bütkül dünya bir mektep. Qandaq sharoitda va qandaq ota-onadan tug'ilgan bo'lsa bo'lsin, dunyoga kelgan har bir bola bilan barobar inson naslining imkoniyati yangidan tug'iladi. James Agay. Romantizmga bo'lgan norozilikning mahsuli o'ttirg'i chiqqan organik xizmat yana bir nomi bilan Polsha pozitivizmi Polshaliklarga nisbatan bayroqqa aylangan va qisman xalqaroliq nomga erishgan nihoyat ko'p adabiyotchi, san'atchi va ilm ahlining yetilishiga sharoit hozirladi. Dastlabida she'r va shoirlarga kuchli noroziliklarni bildirgan bu iqim vaqtning o'tishi bilan o'z shoirlarini yetishtirib chiqdi. Natijada azoblar va izlanishlar bir millatga nihoyat ko'p san'at asri orqali ham adabiyotda ham ilm fan turida Nobel mukofotlarini olish fursatiga ega qildi. Bu jarayonda pozitivist iqimni o'z ichiga o'zgarish hosil qilib, burunqi qattiq pozitsiyani yumshatdi. Romantiklarchilik bo'lmasimi, yanada o'tmishga va milliy iftixorliqlarga yuzlanib, ularni tayanch qildi. Polsha adabiyotining eng gavdalik simalarining biri bo'lgan Henryk Sienkiewicz organik xizmat muhitida yetishib chiqdi. Tarix va urf-odat romanlari yozuvchisi Sienkiewicz 3 tom 3500 betlik trilogiyasini 1882-yili yozishga boshlaganda adabiyot sohasida o'tmishdan zamonimiz uchun ibrat chiqarish tushunchasi rivoj topgan edi. Sienkiewicz tarixni shundoq jonli personajlar bilan organik shaklda hayotning bir parchasi sifatida o'ttirib qo'ydiki, 6 yil davomlashgan bu xizmat oxirlashib yo'riq ko'rganida o'qirmanlar asardagi qahramonlar bilan o'zlari orasida bevosita xususiy munosabat o'rnatishga boshladi. Amdi to'pliq bu qahramonlar bilan yetib qo'padi. Qahramonlarning biri xavfga uchraganida uning qutulishi uchun duolar qilinadi. O'lganlar qahramonlar uchun motam tutadi. Murosimlar o'tkaziladi. Bu asar e'lon qilinib 100 yil bo'yicha Polshaning eng ko'p sotilgan kitoblarining oldingi qatorlaridan o'rin oldi. Sienkiewicz haqiqiy ma'noda shuhrat beg'ishlagani bo'lsa, uning turkcha qatorliq 40 tilga tarjima qilingan asri Kovadis bo'ldi. Asar ismini Hazrati Isodan so'ralgan Kovadis, ya'ni qayerga degan savoldan olgan edi. Hazrati Isoning buningga bergan javobi Rimga, qaytadan Kristga eslashga degandan iborat edi. Birinchi asr Rimda bo'lib o'tgan voqealarni yozish uchun Sienkiewicz Italiyaga bir qancha qitim bordi va u yerda qadimgi Rimning turmush odatlarini tadqiq qilish maqsadida muzeylarni aylandi. Asar 1896-yili nashr qilindi. 1900-yilga borganda faqat Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 milliondan ortiq sotildi. Henryk Sienkiewicz uzun o'tmay, ya'ni 1905-yilga borganda Nobel adabiyot mukofotiga erishdi. Elza Orzeshkova polshalik vatanparvarlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan pozitivist yozuvchilarning biri edi. Yanvar qo'zg'olonlariga bevosita ishtirok qilgandan keyin yo'ldoshi Sibiriyaga surgun qilingan va butkul mol-mulki musodara qilingan Elza Orzeshkova keyingi yillarni yeziqchilik hayotiga atagan edi. Kishilar uning romanlarini o'qiganida yolg'iz qahramonlar bilan birlashib ketish bilan qolmasdan, u qahramonlarning qimmat qarashlarini qabul qiladi. Ularning g'oyalariga asosan hayotning yo'nalishini belgilaydi. Uning Nikman daryosi bo'ylarida nomli romani yanvar qo'zg'olonidan keyin osiylar bilan dehqonlar orasida o'rtaq zamin paydo qilish va ayollarning xalq orasida texnik faol rol o'ynashini qo'lga keltirishni nishon qilgan bir roman edi.
Romanning qahramoni Justin esil bir oilaga mansub bir ayol bo'lib, o'z sinfidagilardan boshqa bir yerda texmo qanoatlanarli turmushga erishishning ko'yida edi. Maria Curie qizlik yillarida ojisiga yozgan bir parcha maktubida Orzeshkovaning bu asardan olgan ta'sirotini bunday bayon qildi. Orzeshkovaning Nikman daryosi bo'ylarida nomli romani menda davolg'ish paydo qildi. Bu kitob aqlimdan chiqmaydi. Nima qilishni bilolmayapman. Butkul tushlarimiz bu kitobda. Manzillarimizni qip-qizil qizartgan dialoglarimiz o yerda. Go'yoki 3 yoshli bir qizdakli yig'ladim. Tushlarimiz nimishqa so'lashdi. Nimishqa xalq bilan birlikda xalq uchun xizmat qilish irodam kuchli edi. Biroq aram bir tiziq yezib ollarning savodini chiqara oldim. Kim ekanliklari, jamiyatdagi vazifalarning nimalardan iboratligi masalasiga tehi yaqinlasha olmadim. Ilohim, nimancha qiyindi bu ishlar. O'zimni shunchalik odatdagi, shunchalik bechora his qilamanki, orqadan bu kitob menga birdilla faqatli kutilmagan bir xil andikish misoli keladi-da, meni bu bo'g'olg'uchi hayotdan sug'urib oladi. Polshalik vatanparvarlarning tuyg'u va tushunchalarini shakllantirgan asarlar faqat adabiyot bilan cheklanmaydi. Rasm san'atining shu davrda iz qoldirgan muhim zotlari yetishib chiqqan edi. Ularning eng ta'siri kuchlisi Jan Matejko edi. Uning Polsha tarixining bir tarafdan eng tragediyalik sahnalarini, yana bir tarafdan ko'z qamashtiruvchi voqealarni aks ettirgan moybo'yoq rasmlari Polshaliklarga ruh va ong bag'ishlagan asarlar edi. Artur Grotegerning yanvar qo'zg'olonini aks ettirgan sızma rasmlari bo'lsa, shu davrning eng ko'p nusxalangan asarlari bo'ldi. Polshada mustamlikchilarning besimi ostidagi uylarda bolalar Chopinning yaxshi musiqalarini anglab, Mitskevichning cheklangan she'rlarini yodlasa, yana bir tarafdan maxfiy joylarda asrab saqlayilgan Groteger rasmlari orqali tarixlarga nazar tashlaydi. Bu orqali ruhlarning qobiliyat va ishtiyoqlarining barliq imkoniyatlari bilan milliy ongga ega bo'ladi. Polsha kulturida san'atga o'xshashla ilmning o'rni bor edi. Darvaqa, ilm Polsha pozitivizmining eng muhim murojaat nuqtasini tashkil qiladi. O davrda dunyoviy shuhratga ega ko'p sonda olim yetishib chiqdi. Havodagi oksigen va azotni suyuqlantirishga muvaffaq bo'lgan Karol Olshavskiy bilan Zigmund Vorobilevskiy ularning orasida edi. Maria Curie bo'lsa, dunyoda Nobel mukofotiga erishgan tunji ayol bo'lish bilan qolmay, bu mukofotga 2 qatim loyiq ko'rilgan tunji olim bo'lish sharafini qo'lga keltirdi. Natijada romantizmga kuchli norozilik bildirishning mahsuli sifatida boshlangan Polsha pozitivizmi qisqa vaqt ichida burunqi radikalliklarni yo'qotib qo'ydi. Va romantizmdimi bir narsalarni qabul qilish orqali polshaliklarning ham zehnlarini, ham ruhlarini tang shakllantirgan bir maktabga aylandi. Uzun o'tmayla bu maktab o'qimi butkul mamlakatni qopladi. Hatto chet ellardagi polshaliklar bor hamma yerni o'z ichiga olgan umumyuzlik safarbarlikka aylandi. Bu safarbarlikka ovoz qo'shgan har bir polshalik o'zining nihoyatda zo'r bir mavjudlikning bir parchasi ekanligidan iborat ong'a va ishonchga ega bo'ldi. Shundaqla o'zining xususiy hayotining u tarafida yashash g'oyasiga erishdi.